Bunaqa slayonni xamir tayyorlab qo'yadigan bo'lsangiz, xohlagan paytingiz, xohlagan shirinligingizni tayyorlashingiz mumkin. Xamir bo'lsa 1 oygacha muzlatgichdagizda turaveradi. Suvga tuz, uksus, 1 dona tuxum solib aralashtirib olamiz. Elangan unga massamizni solib, yumshoqqina xamir qorib olamiz. Xamirimiz biroz tin olgach, unlab xuddi videodagi qilib ochib olamiz. Xamiri o'rtasi bosilmasdan do'mboqqina bo'lib qolishi kerak. O'sha joyga sariyog' yoki margarinimizni solamiz. Margarin xona haroratida turgan bo'lishi kerak. Xamirimizni konvert shaklida yopib olamiz. Shu tarzda xamirimizni 2 soat davomida ochib, 3 marta konvert shaklida taxlab olamiz. 3 marta konvert shaklida taxlanganning hisobiga bizda zo'r slayonli xamir tayyor bo'ldi. Bu slayonli xamirdan men slayonli olmali pechenye tayyorlab ko'rmoqchiman. Olmalarimizni kubik shaklida to'g'rab olamiz va eritilgan sariyog'ning ustidan sovaramiz. Ustidan shakar va koritsa solamiz. Nachinkamiz ham tayyor bo'ldi. Tina olgan slayonli xamirimizni bo'laklarga bo'lib olamiz va o'qlov yordamida ochib olamiz. Ovqatdan keyin xo'jayiningiz deserting bormi deb so'rab qoladigan bo'lsalar, albatta mana shundan tayyorlab bering. Tayyor xamirdan 15 minutda tayyor bo'ladigan mazali desert mana shu bo'ladi. Tayyorlagan olmali nachinkamizni ochib olgan xamirimizni ichiga solib tugib olamiz. Endi buni duxovkaga yuborsangiz, desertingiz tayyor. Menda demi aerogrillar bo'lgani uchun 15 minutda aerogrilda pishirib oldim. Bunaqa aerogrillingiz bo'ladigan bo'lsa, katta duxovkani ovora qilib qizdirib ham o'tirmaysiz. 15 minutda tayyor bo'lgan bu desertim bizga kamlik qildi. Albatta tayyorlab ko'ring, bu juda ham mazali.